Assalomu alaykum. Bugun sizlarga Kanadaga kelishingizda katta yordam tega oladigan yana bitta inson bilan tanishtiraman. U insonni ko'pchiliginglar уже taniysizlar ham. Bekzod aka, IELTS Zone'ni tashkilotchisi, o'sha egasi. Bu odam bilan men O'zbekistondaligimda ham o'sha IELTS olish uchun harakat qilib yurganimda ham 1-2 marta gaplashganmiz. Ulardan o'zlaridan bugun qani bitta savollarni so'rab olamiz. Sizlarga foydali bo'ladi deb o'ylayman. Bekzod aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum va alaykum assalom. Mani savolim shuki, siz mana shu kurs va tizimingizni nima afzalligi va nima ustunligi bor deb bilasiz? Mana o'zingizdan eshitmoqchiman-da shu. Siz nimaga harakat qilgansiz shu kursni tashkil qilishda? Bu birinchi savol. Savol uchun rahmat. Demak, avvalambor IELTS kurslarimizni o'sha boshlagan paytimizda mani birinchi oldimga qo'ygan maqsad shu o'quvchilarni IELTS imtihoniga to'g'ri tayyorlanishdi. Ya'ni boshqacha qilib aytganda, testga nisbatan ko'p kandidatlarda misol uchun o'sha noto'g'ri tushunchalar shakllanib qolgan bo'lgan o'sha paytlarda. O'zim test unaqa ommalashgan bo'lmagan. O'sha noto'g'ri shakllanib qolgan tushunchalarda biz miflar deymiz, o'sha miflarni bartaraf qilib, o'sha o'quvchilarga eng haqiqiy, to'g'ri uslubda o'rgatish bo'lgan. Misol uchun o'sha materiallarni authenticlarni ishlatish. O'zim ham doimiy testga kirib turganim o'sha yillari shuni bildiradiki, men haqiqatdan o'zimda sinalgan usullarni o'quvchilarga o'rgatish bo'lgan. Lekin IELTS Zone'da boshqa o'quv markazlaridan ajratib turuvchi bitta fakt saqlanib qolgan. IELTS Zone'da DNK'siga kirib ketgan aim for the highest, ya'ni aynan o'zim nima desa bo'ladi, bir paytlar menga motivatsiya bergan, turtki bergan mana shu deylik shior hozirgi kunda har bir IELTS Zone nafaqat xodimi, balki o'quvchilarida ham mana shu narsa singib ketgan. Ya'ni bizni kursga keldimi, IELTS Zone darslariga keldimi, u o'z-o'zidan o'sha faqatgina eng yuqorisiga intilishni o'ylaydi xolos. 7 ana bo'lgan o'quvchilarimiz ba'zida natijalarini bizga share qilmaydi yoki publicly shuni post qilmanglar, men uyalaman natijamdan deydi. O'zi asli 8.5, 9 ga harakat qilib mana shunaqa tushuncha. Biz aytamiz, 7.5 zo'r natija, san darajangda olgan natijasi asli yetarli, lekin haligi aim for the highest, ya'ni eng yuqorisiga, eng cho'qqiga intil degan tushuncha shunaqangi singib ketganki, o'sha olgan balldan ham xijolat qiladi bolalar. Yaxshi. Aka, endi keyingi savol bu Kanadaga kelishga qiziqadiganlar, mana auditoriyamiz Kanadani yo'lida ko'pchiligida. Bilasiz, immigratsiyada general IELTS kerak bo'ladi va shu bilan birga Kanadaga o'qishga kelishni orzu qilayotgan yoshlarimiz ham juda ko'p oramizda. Ularga akademik IELTS kerak bo'ladi. Qaysi biriga qay darajada yordamlar va kursingizni qanaqa ustunliklarini taklif qila olasiz? Nima uchun aynan IELTS Zone'da o'qishsin? To'g'ri aytdingiz. Kanadaga bormoqchi bo'lganlar demak, ikkita yo'nalishda borishi mumkin. Yoki akademik IELTS topshirib, kirib borishi mumkin, yoki general training topshirib, deylik o'sha immigratsiya orqali borishi mumkin. Endi akademik bo'yicha men ortiqcha gapirib o'tirmayman, chunki birinchi bergan savolingizga javob berdim. Nima uchun akademik yo'nalishda tayyorlanmoqchi bo'lganlar IELTS Zone tanlashlari kerak? Ikkinchi savolingizga keladigan bo'lsak, bu undan ham obviousroq. Sababi general trainingga O'zbekistonda boshqa hech qaysi o'quv markaz tayyorlamaydi. General training imtihoniga tayyorlash bo'yicha aynan IELTS Zone tajribasi kattaroq. Nima demoqchiman u bilan? Bundan mana bir necha yillar oldin men oldimga yoshi katta, misol uchun 30 dan oshgan ishlaydigan insonlar ko'p kelardi, ham ularga GT kerak. Ularni o'ziga atay, misol uchun o'sha material ishlab chiqib, GT'siga tayyorlanganman, yordam berganman shu bolalarni. Mana hozir Kanadada yurganlari bor. Demoqchi bo'lganim, bu bo'yicha bizda yillar davomida to'plangan tajribamiz bor. Qolaversa, bizda GT ga tayyorlash uchun materiallarimiz yetarlicha. Shu bo'yicha, demak, undan tashqari boshqa o'quv markazlariga qaray turgan bo'lsak, yoshga chegara qo'ygan, faqatgina IELTS akademikga e'tibor qaratadi. IELTS general trainingda bitta bir nozik jihat shundaki, haligi juda vaqt ozda, lekin qo'yilgan requirement baland. Misol uchun listening 8, qolgan 3 section 7 kerak menga deb keladi. O'z ingliz tili shu darajada kuchli bo'lmasligi mumkin yoki vaqti yo'q, uni bemalol cho'zib, o'tirib gruppada tayyorlashga akademikchilar bilan qo'shib qo'yib. Shuning uchun IELTS Zone'da ularga alohida mini gruppalar tashkil qilganmiz. Xohlasa online, xohlasa face to face kelib o'qishlari mumkin bo'ladi va o'sha gruppalarda GT ga spesial tayyorlanadi. Misol uchun oddiy true false not given da GT uchun berilganini yechsangiz, ancha qiynaladi o'sha akademikka tayyorlanadigan bolalar. Aynan shu nozik nuqtalariga biz e'tibor berib, ana shu joyda yordam bera olamiz deb o'ylayman.
Rahmat, juda ajoyib javoblar bo'ldi. Bekzod aka, kuzatuvchilarimizga siz nima tavsiyalaringiz bor yana yakunda? Xo'p, rahmat. Tavsiyalarga keladigan bo'lsak, tilni o'rganish kerak va tilni ertaroq boshlash kerak o'rganishni. Misol uchun o'sha imtihonga yaqin qolganda yoki muddati kam qolganda, deadline'ga yaqin qolganda harakat qiladida, keladi biz oldimizga IELTSdan palon ball kerak, menga tezroq olishim kerak deyishadi. Yo'q, unaqa emas. O'sha oldindan o'sha ingliz tilini o'qib yursa, mana IELTS Zone'da General English kurslarimiz ham bor. Ya'ni beginner leveldan boshlab siz sekin shoshilmasdan o'rganib kelishingiz mumkin. Misol uchun mana intermediate darajagacha o'rganib qo'ysangiz tilni, o'zingiz uchun o'sha katta qilgan bir foydangiz bo'ladi. Bunga baribir boshdan o'rganib turganlar uchun vaqt ko'p ketadi-da, buni tan olish kerak, chunki til ko'nikmasini oshirish bu vaqt talab qiladigan narsa. Misol uchun B2 darajaga chiqib olish uchun ham, misol mana beginner bilan elementary, o'ziga asli 3 oy, 3 oydan 6 oy. Boring ana sizlarga wunderkind siz cho'pga o'rganib bersangiz, miya avtomat 4 oyda o'rganib qo'ydingiz deylik. Keyin mana pre-intermediate 3 oy, 7 oy bo'ldimi общий va intermediate yana 3 oy, 10 oy bo'ldi. 1 yilgacha vaqt indamasdan ketib qolyapti. Siz ana shuni hisobga olib, siz ertaroq boshlashingiz kerak. IELTS imtihonini topshirmoqchimisiz? Siz kerak bo'lsa 1,5-2 yil oldin ingliz tilini o'rganishni boshlang. Endi siz o'zingiz intermediate daraja bo'lsa, to'g'ri, unda bir 6 oylar yetishi mumkin. Shuning uchun til o'rganishni ertaroq boshlanglar. Yoshingiz necha yosh bo'lishidan qat'iy nazar o'rganib qo'yish ziyon qilmaydi. Barchaga omad.